O'zbek shou-biznes olamining taniqli vakili aktyor Farhod Abdullayev haqida xabarlar tarqaldi. Xalq bilgan taniqli inson afsuski vafot etdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Farhod Abdullayev bu yil 67 yoshni qarshiladi. Yetimlikda ulg'aygan, ro'zg'or tashvishini erta boshida tushgan va san'atda o'z o'rnini topish uchun kurashgan aktyor Farhod Abdullayev haqida nimalarni bilasiz? Keling, bugun nimalarni bilasiz degan savolga javob beramiz. Farhod Abdullayev 1957-yilning 1-oktyabrida Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida dunyoga kelgan. Oilasida 9 ta farzand bo'lib, ular ota-onadan erta ayrilishgan. Uchun qahramonimizning bolalik yillari qiyinchilik bilan o'tgan. Oilamizda san'atkorlar bo'lmagan. Ammo onamning go'zal ovozi bor edi. Uy ishlarini qilayotganda qo'shiqlarni shu qadar go'zal ijro etardiki, tinglagan odam unga muaftun bo'lib qolardi. To'y hashamlarda Farhodjon, qani bir raqsga tushib beringchi, derdi. Ishtiyoqim balandligidan onamning buyrug'ini rad etmasdim. Oilamiz kamtarona hayot kechirardi. Onam bolalar unga, dadam esa tirikchilik g'amida edi. Ammo 15 yoshimda dadamdan ayrilib qoldik. Katta ro'zg'or bo'lganimiz uchun onamga juda qiyin bo'ldi. Bu farrosh bo'lib ishga joylashdi. Men esa maktabdan keyin bozorlardagi qarashgani chiqardim. Ishlaganim evaziga ro'zg'orga va bu narsa berishardi, deydi Farhod Abdullayev. Bo'lajak aktyor maktabni tamomlab aktyor bo'lish ilinjida Toshkentga yo'l oladi. Ammo institutda o'qishga kirish uchun o'ylaganidek oson emasdi. Siz emas, aktyorlarni tanlashda boy basti va tashqi ko'rinishiga alohida e'tibor berishardi. Men suhbatdan o'tkazganlar bo'yi past ko'rinishiga ham haminqadar ekan, ammo yigitning talanti bor deyishgani qulog'imga chalingandi. O'qishga qabul qilinganimda eshitganimda juda xursand bo'ldim. U paytlari Toshkentdan biror narsaga erishmay qaytish insot uchun edi juda. Shu bois o'qishga kelgan yigit-qizlar o'z o'rnini topishga astoydil harakat qilishardi. Men ham o'qishga kirgan yilim hozirgi O'zbek Milliy akademik drama teatriga sahna ishchisi bo'lib ishga kirganman. Bo'yim kichkina bo'lsa-da, og'ir sahna bezaklarini ko'tarish malol kelmasdi. San'atkorlar orasida sahnaning changini yutgan degan gap bor. Uning mashaqqati boshdan kechirgan inson san'atga bepisandlik bilan qaramaydi, deydi Farhod Abdullayev. Ko'pchilik aktyorni toshkentlik deb biladi. Aktyor buni o'ziga xos tarixi borligi quyidagicha bayon qildi. Siz emas viloyatdan kelgan talabalar ijara uyda turishadi. Teatrda Baxtiyor aka degan yaxshi inson bilan tanishib qolganman. U kishi Toshkentning markazi bo'lgan Sebzorda yashardi. Men ham ularning uyida yashab ishga qatnardim. Onalari Saida opa juda qadar mehribon edi. Farzandlariga qanday munosabatda bo'lsa, menga ham shunday e'tibor beradi. Shu bois institutda ko'pchilik meni toshkentlik deb bilgan. Men ham sir boy bermaganman, deydi aktyor Farhod Abdullayev. Aktyor institutni tamomlamasdan turib ustoz san'atkorlar bilan birga rollar ijro etdi. Ammo teatr rahbari uni aktyor sifatida ishga olishni istamaydi. Teatrda sahna ishchisi, sulfiyor yordamchisi, rejissyor lavozimlarida ishlaganman. Ammo o'sha paytdagi teatr rahbari aktyor shtatiga ishga olishni istamagan. Bir kuni gap orasida San'at Devonovga bu haqda aytib yuboribman. Seni hali ham aktyor shtatiga ishga olishmaganmi? Axir hamma spektaklda rol ijro etyapsan-ku, deb hayron bo'lgan. Institutni tamomlagan yilim bir necha oy aktyorlar bilan birga hozirgi O'zbek davlat drama teatriga ishga yuborilganman, deydi aktyor Farhod Abdullayev. Bahodir Yo'ldoshev tomonidan sahnalashtirilgan Kelinlar qo'zg'oloni va Farmonbibi Arazladi spektakllari o'z davrining anchlagi bo'lgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Aktyor tasodifan
kenja o'g'il roliga tasdiqlagani va undan ko'pchilikning g'ashi kelgani haqida so'zlab berdi. Bir kuni Yosh gvardiya teatriga o'tirsam, sizni Bahodir Yo'ldoshev chaqiryapti, tez borar ekansiz deb bir yigit keldi. Hayron bo'lib Solih Hamza teatriga keldim. Eng ko'zga ko'ringan aktyorlar to'plangan. Bahodir aka rol taqsimlayotgan ekan. Ammo ancha vaqtgacha nima xohlayotganini aytmadi. Hatto Zaynab Sadriyeva ham nima bo'layotganini tushuntirish der edi. Keyin bilsam Bahodir Yo'ldoshev meni Kelinlar qo'zg'oloni spektakliga kenja o'g'il rolini taklif etgani chaqirgan ekan. Boshqa teatrda ishlab turib rolga tasdiqlanganim ko'pchilikka yoqmagan. Bu rol avvaliga Said Muxtorovga berilgan, ammo rejissyor uni teatrdan ketish haqida gapini eshitib qolgandan keyin meni chaqirtirgan ekan. Eng qizi Said Muxtorov ancha vaqt tayyorgarlik ko'rilgan bo'lsa-da, bu rolda sahnada chiqish menga nasib etgan, deydi Farhod Abdullayev. Bahodir Yo'ldoshev iste'dodli aktyorlarni qanchalik qo'llab-quvvatlamasin, tartib intizomga juda jiddiy qarardi. U sobiq Yosh gvardiya teatrini ishlab yurgan paytda Farhod Abdullayevning ishdan ketishiga ham sababchi bo'lgan. Bahodir Yo'ldoshev hurmatga sazovor rejissyor edi. Zulfiqor Musoqov, Yusuf Roziqov kabi rejissyorlar rollarga taklif etib, kinodagi faoliyatini guruhchilar bir necha marta repetitsiyada kechikib bordim. Bu rejissyorga yoqmadi va menga kino yoki teatrni tanlash kerakligini aytdi. Men aybimni bo'ynimga olib ishdan ketdim. Piyoda yurib sobiq Hamza teatriga keldim. Nima bo'lsa bo'ldi. Agar bu teatrdagilar ham ishga olmasa, qishloqqa ketmoqchi bo'laman deb o'sha paytlarda rahbar Yoqub Ahmedovning oldiga kirdim. U stolining ustiga qisqa va lo'nda gapiring deb yozib qo'ygan ekan. Ishsizman, ishga olsangiz Toshkentda qolaman, bo'lmasa qishloqqa qaytarman dedim. Yoqub aka kulib ertadan ishga bo'lgin degandi, deydi Farhod Abdullayev. Ko'pchilikning fikricha Farhod Abdullayevga 40 yoshdan keyin omad kulib boqqan. Uni tomoshabinlar yaxshi aktyor deb bilishardi, ammo Sevinch va Afg'on filmlaridagi rollardan so'ng nafaqat komik, balki dramik rollarni ham ijro etolmagan aktyor ekanini isbotlay oldi. Yaxshi rejissyor aktyorni qaytadan kashf etadi. Ko'pchilik meni komik aktyor deb biladi, ammo dramatik rollar berilsa ularni ham ijro etishga tayyorman. Yo'lqin To'ychiyev aktyorimning ko'z ilg'amas jihatlari kashf etishga usta. Afg'on filmida meni aktyor sifatida kashf etilgan deb hisoblayman. Men oshiq yigit rollari bilan emas, aynan dardimni kulgusi ortiga yashirilmay ota rolini tomoshabinlarga manzur keldim, deydi Farhod Abdullayev. Farhod Abdullayev bir necha yil avval qishda muz ustida tasodifan yiqilib, oyog'idan jiddiy shikastlangan. Uning asorati sabab uzoq vaqt hassaga tayanib yurdi. Hozir ham harakatlari juda seziladi. Tabiatdan ichi qaynaydigan pitir insonman. Oyog'imni gipis qilishganda qanday ahvolga tushganimni tasavvur qilavering. Ammo nolimayman. Bundan ham yomon bo'lishi mumkin edi-yu, deyman. Bu ham bir sinov, deydi aktyor. Farhod Abdullayev kamtarona hayot kechiradigan ijodkorlardan biri. Turmush o'rtog'i bog'chada tarbiyachi bo'lib ishlaydi. Ular 3 nafar farzandni voyaga yetkazishyapti. Hozirgi kunda 8 nabiraning sevimli bobo buvisi bo'lishga aktyor uzoq yil ko'p qavatli uyda yashagan va pullarni jamg'arib 3-4 yil avval kichik hovli qurishga muvaffaq bo'ldi. U teatrda aktyor va rejissyor, telekanalda esa boshlovchi sifatida ham faoliyat yuritadi. U hamkasbi Muqaddas Xoliqova bag'ishlab Ko'ngil nomli spektaklni sahnalashtirgan degan xabarlar tarqalgan. 6-iyun kuni Oliy Majlis Senat a'zosi, O'zbekiston qahramoni Azim Latifov 74 yoshida vafot etdi. Bu haqda Shofirkon tuman hokimligi xabar berdi degan video lavhalar tarqaldi. Azizlar, bizni kuzatishda davom eting. Biz sizlarga doimo eng so'nggilarni namoyish etib boramiz.